lekin judayam hayajonli, qo'rqinchli kino. Bir o'zingiz 100% ko'ra olmaysiz. Kinoni sarlavhasidan ma'lum, ruhiy kasalliklar bilan bog'liq, judayam dahshatli kino. 5taligimizda 2-o'rinda Kadavr. Filmdagi bosh qahramon shaharning morg markazlaridan birida tungi navbatchilik qiladi va o'sha joyga bitta o'lik qiz olib kelinadi. Lekin o'lik qizda qandaydir tirik degan alomatlar bo'ladi. Kino davomida juda ham hayajonli. Iltimos bu kinoni ko'rmanglar. Birinchi o'rinda aytishimdan oldin do'stlar, yaqinlarga yuborib, qo'rqitib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu eng muhimi. Like bosish обязательно. Va nihoyat birinchi o'rinda balki ko'pchilik bilgan, balki qo'rqqan Sijin. Sijinning barcha qismlari birinchi qismdan tortib 7-qismigacha juda ham qo'rqinchli va dahshatli turklar ishlagan kino. Nimaga qo'rqinchli birinchi o'rinda deslaring, bu aynan hayotiy bo'lgan, ya'ni islom dini bilan bog'liq bo'lgan jin chalishi, inson